Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlarni yana takror ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Loyiha nimagadir o'zidan-o'zi to'xtab qoldi deb hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Buni sababi juda ham oddiy. Hammamiz axir issiq jonmiz. Men ham o'zimning sog'lig'imga ozgina e'tibor qaratadigan vaqtga to'g'ri kelib qoldim. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Endilikda xudo xolisa har hafta xuddi shunday kanalda videolar chiqishda davom etadi. Bizani kuzatishdan hech qachon to'xtamang. Mustafa Kamol haqida 15 daqiqa ichida biror narsani batafsil gapirib berish qiyin. Lekin u bu maqomga qanday qilib erishgani va nima uchun hozirgi Turkiyaning otasi deb atalishi haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, siz yana xuddi shunday kanaldasiz. Meni ismim Mahmud. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. O'zbekiston turklarining ota yurti. Menimcha bu so'zni siz ko'p eshitgan bo'lishingiz kerak. Hatto yaqin kunlargacha bu so'zni elchilar ham ishlatib kelishadi. Ammo bu gap mashhur turk siyosatchisining so'zidan keyin keng tarqalganini bilarmidingiz? Zamonaviy Turkiyaning birinchi prezidenti Mustafa Kamol Otaturk aynan O'zbekiston emas, balki Turkiston degan edi. Otaturk barcha turklarning birlashuvi va rivojlanishi tarafdori bo'lgan va shu bilan birga u mamlakatda turli millat va din vakillari teng huquqlarga ega bo'lishini xohlagan. 100 yil oldin Turkiyada mustaqillik uchun urush bo'lib o'tdi. Natijada qachonlardir Yevropaning kasal odami deb nomlangan qoloq imperiya rivojlanayotgan dunyoviy davlatga aylandi. 20-asrning boshlarida o'ta konservativ bo'lgan Usmoniy turklar imperiyasining qudrati ancha sust bo'lib, davlat barcha sohalarda qoloqlashib qolgan edi. Ayanchli ahvolda qolgan mamlakat birin-ketin o'z hududlarini yo'qotib borardi. Mamlakatni konstitutsiyaviy monarxiyaga aylantirmoqchi bo'lgan yosh turklar harakati Sulton Abdulhamid II ni ag'darib, o'rniga imperiya boshqarishga qodir bo'lmagan uning ukasi Mehmetni taxtga o'tkazishadi. Keyinroq Turkiya ketma-ket katta urushlarda qatnashadi va qaqshatqich mag'lubiyatlarga uchraydi. Birinchi jahon urushidan keyin Turkiya Yevropadagi barcha mulklaridan mahrum bo'ldi, faqatgina Istanbuldan tashqari. Va shu vaqtning o'zida Angliya va Fransiya protektoratiga aylandi. London va Parij mamlakatdagi dengiz yo'llari, temir yo'l, telegraf va radio ustidan nazoratni o'rnatishgan. Otaturk boshchiligidagi kichik bir vatanparvar ziyolilar guruhi xo'rlangan va mag'lubiyatga uchragan mamlakatni qayta tiklashga jon kuydirishgan va shu ko'rinishda Mustafa Kamol qisqa vaqt ichida qo'shin to'plashga muvaffaq bo'ldi. 1919-yil 19-mayda Birinchi jahon urushida o'zini ko'rsatgan, mamlakatda yaxshi nufuzga ega bo'lgan 38 yoshli general Mustafa Kamol Turkiyaning shimolidagi Samsun shahrida yoshlar oldida chiqish qilib, Turkiya mustaqilligi uchun urush boshlanganini e'lon qiladi va umumiy safarbarlikka chaqiradi. Keyinchalik bu sana milliy bayramga aylanib, 19-may Otaturk xotirasi, yoshlar va sport kuni deb nomlanadi. 1920-yil 10-avgustda Fransiyaning Sevr shahrida Birinchi jahon urushi g'oliblari, Antanta davlatlari va Usmonli turklar imperiyasi o'rtasida tinchlik sulhi tuziladi. Mustafa Kamol bu sulhga qarshi chiqib, Turkiya chegaralarining daxlsizligi uchun kurashish tarafdori bo'lgan. Hozirgi Turkiyaning chegarasi mana bunday. Agar Sevr shartnomasiga ko'ra yerlar taqsimlansa, mana bunday holatda bo'lar edi. Buni ustiga o'sha vaqtda Usmoniy turklarga tegishli bo'lgan Livan, Suriya va boshqa yerlar ham olib qo'yilayotgan edi. Bunga Anqarada Mustafa Kamol tomonidan tuzilgan yangi hukumat qarshi chiqdi va bu qarorlarni soxta deb e'lon qildi. Mamlakatning turli nuqtalaridagi to'qnashuvlardan so'ng 1922-yilda Mustafa Kamol grek qo'shinlari tomonidan egallangan Smirna, hozirgi Izmir shahrini egallaydi va birozdan so'ng Istanbulga qarab yuradi. Mehmet VI bundan xabar topib shaharni tark etadi. 1919-1922 yillarda bo'lib o'tgan mustaqillik uchun kurash mamlakatda joylashgan turli davlatlarning qo'shinlarini quvib chiqarish va respublika tuzumini o'rnatish bilan yakunlanadi. Parlament sultonlikni tugatish to'g'risidagi qonunni qabul qiladi. Mustafa Kamol yangi respublikaning prezidentiga aylanadi. Başka bir şeyi düşünürken aklım
Sevr shartnomasining o'rniga yangi hukumat bilan yangi shartnoma imzolanadi. U shartnomada hozirgi Turkiyaning yerlari qanaqa ko'rinishda bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rsatilgan bo'lgan. Faqatgina 1939-yilda Turkiyaga Aleksandretta sanjakki qaytarib beriladi. Otaturk prezidentligining ilk yillaridayoq keskin islohotlar olib boradi. Uning islohotlarining mohiyati yagona va bo'linmas davlatchilik, dinning davlatdan ajratilganligi va turk jamiyatining zamonaviy hayot tarziga o'tishi kabi g'oyalarga borib taqaladi. Har bir soha islohot qilindi. Yer munosabatlari, boshlang'ich ta'lim, noldan yaratilgan zamonaviy bank sektori va kredit tizimi. Bundan tashqari Gregorian kalendariga o'tildi va yangi madhiya joriy qilindi. 1934-yilda turklarda asta-sekin familiyalar paydo bo'lishni boshladi. Ungacha ularda familiyalar bo'lmagan. Shundan so'ng Mustafa Kamolga Turkiya parlamenti Otaturk, ya'ni turklarning otasi degan familiyani berishni taklif qildi. Bundan tashqari yana bir qator o'zgartirishlar kiritilgan. Vijdon erkinligi, har kim xohlagan diniga e'tiqod qilish huquqiga ega. Din davlatdan ajratildi. Hech qaysi din davlat dini bo'lmasligi belgilandi. Qonun chiqaruvchi organ din ta'siridan chiqarildi. Ta'lim dindan ajratildi va teng ta'lim olish huquqi berildi. Davlat amaldorlari uchun diniy chegaralar olib tashlandi. Odamning mavqeini belgilovchi kiyimlarni kiyish madaniyati bekor qilindi va erkin kiyinish huquqi berildi. Shveysariya fuqarolik kodeksi asosida qonunlar tuzilmasi ishlab chiqildi. Yevropa davlatlari ichida birinchilardan bo'lib ayollarga ovoz berish huquqi berildi. Ko'pxotinlik taqiqlandi va ayollarning huquqi erkaklarnikiga tenglashtirildi. Shariy sud bekor qilindi. Uning o'rniga jinoiy va fuqarolik kodekslari qabul qilindi. Otaturk prezident sifatida qadimiy Shayxul Islom lavozimini bekor qildi. Shariat vazirligi, maxsus diniy maktab va kollejlar yopildi. Yangi tartib respublika konstitutsiyasi bilan mustahkamlandi. Shuningdek, turk tili lotin alfavitiga asoslanib, barcha hujjatchilikda undan foydalana boshlandi. Hatto Qur'on ham turk tiliga tarjima qilindi. Bu turk millatining millat sifatida shakllanishiga muhim rol o'ynadi. Otaturk shuningdek mamlakatda iqtisodiy o'sishini ham esdan chiqarmadi. Davlat sektorida yangi korxonalar tashkil qilindi, temir yo'llar, portlar qurildi va shuningdek yangi infratuzilmalar ham rivojlantirildi. Ayni vaqtda xorijiy kompaniyalarga tegishli bo'lgan mulklar tugatildi, aksariyati bo'lsa davlat tomonidan sotib olindi. 1928-yilda Turkiya eski qarz obligatsiyalari egalari bilan kelishuvga erishdi. Qarzning umumiy miqdorini, yillik to'lovlar miqdorini kelishib oldi. Ushbu shartlar asosida Yevropadan yangi qarz olish mumkin edi. Keyinchalik 1933-yilda Turkiya qarzning umumiy miqdorini kamaytirishga va uni to'lash shartlarini yengillashtirishga erishdi. Qarzlarni nafaqat valyuta, balki an'anaviy turk tovarlarining eksporti bilan ham to'lash mumkin bo'ldi. Bu kelishuv tashqi qarzlarni to'lash jarayonini tezlashtirib, 1944-yilga kelib Turkiya barcha eski qarzlaridan qutuldi. Lozanna shartnomasi bo'yicha Turkiya 5 yil davomida bojxona to'lovlarini past darajada ushlab turishi kerak bo'lgan. Faqatgina 1929-yilda bojxona tariflari to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Bu katta bojlarni joriy qilib, o'zining yosh sanoatini himoya qilishga imkon bergan. Global inqiroz sharoitida bu juda ham muhim qadam edi. Ko'pgina islohotlarni amalga oshirib bo'lgach, Otaturk liberallashuvga ruxsat berdi. 1929-yil mart oyida tartibni saqlash to'g'risidagi qonun bekor qilindi va muxolifat partiyalari faoliyatiga ruxsat berildi. 1930-yil avgust oyida siyosiy maydonda Liberal Respublikachilar partiyasi kabi jiddiy muxolifat paydo bo'ldi. Ushbu partiya yetakchisi Ali Fethibey Otaturkning iqtisodiy siyosatini tanqid qildi. Davlat sektorining kengayishiga qarshi chiqdi. Ya'ni u iqtisodiyot davlat tomonidan to'liq boshqarilishiga qarshi bo'lgan. U keyinchalik Turkiyaning g'arbga yaqinlashishini talab qilib, so'z erkinligining cheklanayotganini ham tanqid qiladi. Ali Fethibeyni qo'llab-quvvatlash uchun ommaviy namoyishlar tashkil etilishni boshladi. Oqibatda Otaturk hukumatı 1930-yilning oxiriga kelib, barcha muxolifat partiyalarini taqiqladi va Xalq Respublika partiyasi yana yagona partiyaga aylandi. Hukumat o'z bayonotida mamlakatda demokratiya uchun sharoitlar to'liq shakllanmagan deydi. 1930-yillarning boshlarida Turkiya iqtisodiy o'sish surati bo'yicha jahon yetakchilaridan biriga aylandi. Kamol Otaturk davlat uchun mustahkam poydevor yaratishga erishdi. U milliy qahramonga aylandi.
Uning yodgorligi har bir shaharda o'rnatildi. Har yili 19-may Otaturk xotirasi yoshlar va sport kunida Turkiyaning deyarli barcha shaharlarida Otaturk xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlanadi. Yosh qari turgan joyida to'xtab, barcha bilan birgalikda bir vaqtda sukut saqlaydi. Mustafa Kamol o'z chiqishlarida Turkiston va uning tarixi haqida ko'p gapirgan. Agarda men Amir Temur davrida yashaganimda u qilgan ishlarni qila olmagan bo'lardim. Lekin Amir Temur mening davrimda yashaganida u men qilgan ishlardan ham buyukroq ishlarni qilgan bo'lar edi. Otaturk o'z madaniyati va qadr-qimmatini saqlab qoladigan vatandoshlari uchun zamonaviy mamlakat yaratishni maqsad qilgan. Shu sababdan u har bir fuqarosini ta'lim olishiga jiddiy e'tibor qaratgan. Agar bolaligimda topgan 2 tangamdan birini kitobga sarflaganimda, hozir erishganlarimga erisha olmagan bo'lardim. U juda ham qoloq ahvolga kelib qolgan mamlakatni har taraflama rivojlanayotgan Turkiyaga aylantirdi. Uni hokimiyatga kelishi urushlar va ichki nizolar vaqtiga to'g'ri kelgan bo'lsa ham, Mustafa Kamol buni uddaladi. Ayollarga bo'lgan e'tibor, iqtisodiyot bank tizimisiz rivojlana olmasligini tushunish va millat birligiga bo'lgan intilish uni zamonasining eng buyuk odamlaridan biriga aylantirdi. Miya pichoqmas, lekin chaqlasa bo'ladi. Shu bilan loyihamizning bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi sanaval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.